Sandal. Rajab Qo'ziyev. Hikoya. Xumor ayaga o'rtancha o'g'il Latifjon qiyshayib, qartayib to'kilib qolay deb turgan sandal o'rniga mustahkam, baquvvat, oldingisiga qaraganda balandroq sandal qurib berdi. Kenja kelin sandalga moslab, uni to'liq yopadigan kattakon ko'rpa tikib berdi. Xumor ayaning quvonchi ichiga sig'maydi. Uyiga kelgan mehmonlar u ayani so'rab kirgan qo'yni qo'shnilarga maqtangan. Latifjonim yasab berdi. Mana ko'ring, qanday qulay, bemalol o'tirasiz. O'tirib ko'ring-da, bemalol sig'asiz. Aya qo'yarga qo'ymay ularni sandalga o'tirtirar. Uni qulayligini maqtashdan og'zi bo'shamasdi. So'ng farzandlarni uzundan uzoq duo qilardi. Qo'shnilari o'rganib qolishgan. Ayaning dilini og'ritib qo'yishdan cho'chishadi. Kulishib, uning aytganlarini bajarishadi. Darhaqiqat, qishning sovuq kunlarida sandal jonning huzuri. Sandalga oyoq qo'lni ko'mib o'tirish, oyoq og'rig'u, bel og'riqlarini oldini oladi, davolaydi. Ayaning yoshi ham 80ni qoralab qolgan. Oyog'i, ba'zan bel og'rib turadi. Shunda qish kunlari sandal joniga aro kiradi. Bundan 4 yil burun Choli Umarqul bobo uni tashlab to'satdan vafot etdi. Aya Choli bilan yomon yashamadi. 3 o'g'il, 2 qizni voyaga yetkazishdi. Kolxoz dalasida ishlab, topganlari ro'zg'or xarajatlariga zo'rg'a yetsa-da, nolishmadi. Boriga shukr qilib yashashdi. Qo'shimchasiga tomorqalarda mehnat qilishdi, qurt boqishdi. Yomon bo'lishmadi. Birovdan kam, birovdan ziyod uy solishdi, to'ylar qilishdi, o'g'illarni uylantirishib, qizlarni chiqarishdi. Katta o'g'li Qobiljon Toshkentda o'qidi. O'sha yerda qolib, qaysi bir katta tashkilotda kattakon rahbar bo'lib ishlayapti. O'rtancha o'g'li Latifjon payvandchi. U ham alohida ro'zg'or qilib chiqib ketgan. Aya kenja o'g'li Turobjon bilan turadi. Baraka topsin, kenja kelin chaqqongina, aqlligina chiqdi. Uyni toza tutadi. Ayaga mehribon, xizmatini og'rinmay qiladi. Qizlarni ham joyini topib chiqarishgan. O'zlaridan tinib tinchib ketishgan. Ayaning tez-tez oyoqlari og'rib turadi. O'g'illar ayani doktorlarga ko'rsatishdi. Dori-darmon qilishdi. Foydasi bo'lmadi. Ovqat mahali hammalari ayaning sandalisi atrofida yig'ilishadi. Ovqatdan keyin Fotiha o'qilgach, bolalarni chuqur-chuqur xandoni tutadi. Ko'pincha quvlashmachoq o'ynashadi. Sandal atrofidan aylanib chopishadi. Gohida ayani turtib o'tishadi. Onasi bolalarni urishsa, qo'yavering, o'ynayverishsin bolada, deb beozorgina kulib qo'yadi. Nabiralari xonalariga kirib ketishgach, ayaning yolg'iz o'zi qoladi. O'tirib, uzoq o'yga toladi. Sandalga bosh qo'yib uni ko'chgancha bolaligi, qizlik, kelinlik davridan shirin xotiralarni esga oladi. Goh kulimsirab, goh xo'rsinib qo'yadi. Xonaga kirib qolgan kelini ayaning o'tirishini ko'rib, "Ayajon, bemalol yotib dam olsangiz-chi?" deb mehribonlik qiladi. "Qo'yavering, menga shunisi qulay", deydi aya kulib. Qish kechalari uzun bo'ladi. Ayaga hamroh bo'lib yotadigan katta nabirasi darslarini tayyorlab, bir pasda uxlab qoladi.
Qariganda odam qush uyqusi bo'lib qolarkan. Ha deganda uyqu kelavermaydi. Tongga yaqin ozgina mizg'ib oladi. Ko'pincha sandal o'chog'i ustidagi qo'yilgan qalin tunuka ustiga orqasi bilan yotib oladi. Tan yayraydi. Umrining ko'p vaqti shu sandal atrofida o'tdi. Uzun kechalar sandal uning hamrohi, sirdoshi edi go'yo. Bir kuni o'g'li yumshoqqina divan olib kelib, oyisi yotadigan xonaga joylashtirib berdi. Mana oyijon, mazza qilib yotasiz. Endi yumshoqqina, o'tirishingizga ham qulay. Sandalni olib tashlaymiz, oyi. Yo'q bolam, menga shu yer qulay. Sandal menga xalaqit bermaydi. Aksincha, unga o'rganib qolganman. Oyisining ko'ngliga qarab, o'g'li ham indamadi. Divanda unga hamroh bo'lib yotadigan nabirasi uxlaydi. Kunlar isib, yoz ham kirib keldi. Sandal hamon o'rnida, ayaga xizmatda. Mehnat ta'tiliga chiqqan katta o'g'il xotin va bolalarni olib, ayasini ko'rgani qishloqqa kelishdi. Hovli bolalarning qiy-chuviga to'ldi. Oradan bir hafta o'tib, katta o'g'il Toshkentga qaytadigan bo'ldi. Yo'q deb ko'nmaganiga qaramay, o'g'li majburan Toshkentga olib ketdi. Shahar yaxshi-da, hamma narsa muhayyo, issiq-sovuq, suv beminnat oqib turibdi. Magazin va bozorlarda hamma narsa muhayyo. Pul bo'lsa bo'ldi. O'g'li ayani shaharning chiroyli joylarini mashinasida aylantirdi. Kelini shirin-shirin tansiq taomlar pishirib berdi. Nabiralari atrofida parvona, nima desa muhayyo qilishadi. Yo'q, aya kelganlarni dastlabki kunlardanoq zerika boshladi. Qadrdon qishlog'i, kelinlik o'yi, ayniqsa sandalsini ko'z o'ngidan o'taverdi. Bo'lmadi. O'g'liga asta yorildi. O'g'lim, meni uyimga olib borib qo'ysang, ketsam. Oyi, nega unaqa deysiz? Kelganingizga hali hafta ham bo'lgani yo'q-ku. Norozilandi o'g'il. Yo, biror narsa dedimi? Kim nima deydi? Qiziqmisan? Bo'lmasa nega ketaman deysiz? Qishlog'imni sog'indim. Uyimga olib bor. Mo'ltirabgina o'g'liga tikildi aya. O'g'li hech narsa demay ortiga burildi. 2-3 kun o'tdi. Ayaning chiroyi ochilmadi. Noiloj o'g'il onasini olib qishlog'iga jo'nadi. Yo'lda onani chiroyi ochilib, yuragi xapqiraverdi. Tezroq uyga ketgisi, qadrdon sandalsini quchib uxlagisi keldi. O'g'lining mashinasi uy oldida to'xtagach, darvoza oldida kutib olgani chiqqan o'g'li va nabiralari yordamida xonasi tomon yo'l oldi. Ostonadan xatlab xonaga kirar ekan, yuragi xapqirib ketdi. O'g'lining mashinasi uy oldida to'xtagach, darvoza oldida kutib olgani chiqqan ikki va o'g'il nabiralar yordamida xonasi tomon yo'l oldi. Ostonadan xatlab xonaga kirar ekan, yuragi xapqirib ketdi. Qadrdon sandalisi usiz mung'ayib qolgandek edi. Aya sandalisiga o'tirar ekan, yo'l charchog'ini butkul unutdi. Sandalni quchib, yuzini sandal ustiga bosdi. Lablari nimanidir shivirladi. Supada dasturxon yoyib, choy damlab ayani olib borish uchun xonaga kirgan kenja kelin ayani choyga chorladi. Aya, choyga yuring, supada joy qildim. Aya bosh ko'tarmadi. Kelin yana chaqirdi. Ayajim. Kelinning yuragi shuv etib ketdi. Ayaning yelkasidan tutdi. Seskanib o'zini orqaga tashladi. Aya qo'llarini keng yoyib qadrdon sandalisini quchib, yuzini qiblaga o'girgancha jilmayib,
jon bergan edi.